Hozir kommentariyalarda o'qisam ko'pchiligi seni navbating qamalish, senga keldi qamalish, Jasminni ko'rdingmi, so'kib nima bo'ldi? Jasminni nimaga qamalganingizlar bilmaysizlarmi? Narkotik bilan pastava bo'lib qamaldi, aytilgan gaplar uchun emas. Vaqtida Yulduz Usmonovani olib borib keldi, Munisa Rizayevani tug'dirmasdan tug'dirdi. Ya Lil Xurram bilan qancha so'kishdi. Bu yerda urush janjal qilayotgan ma'noga bog'liqda. Davlatda ham qonun ishlaydi-ku. Men davlat siyosatini, ichki ishlarni, tashqi ishlarni gapirganim yo'q, yo diniy idoralar haqida, din haqida ommaga targ'ib qilayotganim yo'q bir nimalarni. Hamma narsaga zakon bor, davlat ham tentak emas o'zidan o'zi. Po faktu Instagramda bor narsalarni gapirib chiqyapmiz, xolos biz. Haqiqat achchiq bo'ladi, faqat ko'tara olmaydi xolos odamlar. Odamni yuziga gapirsa, odamlar ko'tara olmaydigan darajaga kelib qolgan. Men haqiqatni gapiraman. Birov bilan urushsam, so'ksam, uni nafsoniyatiga tegib so'kaman. Ishto